يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ulug'lar qo'lim topgan o'zingni habibing janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lishdek mana shunday saodatda musharraf bo'lgan hammamiz uchun qadrli oilaning rahbari, mehribonlar uchun aziz farzand, o'zlarini turmush o'rtoqlari uchun munosib yor Alloh taolo Robbim quldomlarimizni Alloh o'z rahmatiga olgan. Muftiy hazratlarni ham ta'ziyalarini izhor qilib qo'yamiz. Inshaalloh qaytganda hazrat o'zlari ham tashrif buyurib qoladilar. Robbim quldomlarimiz haqida qancha gapirsak shuncha oz. Halim edilar, taqvolari go'zal edi. Biror bir og'ir so'z eshitmaganmiz u kishidan. Yaxshilarga u dunyo ham bu dunyo ham bir. O'ylab ko'ring, yaxshilarga u dunyo ham bu dunyo ham bir. Ammo o'ylamagan holatda ular bizni tark etib ketsalar, gohida sog'inasan. Ko'zga keladigan yosh shu sog'inch. Lekin biz qattiq qayg'udaligimiz bir taraf, ikkinchi taraf shu yerda o'tirgan necha yuzlab odam, millionlab odam hammaga ham nasib qilmaydigan, Rasululloh ziyorat qilgan, sahobalar qo'nim topgan jannatul baqiyga Alloh taolo huzuriga chorlabdi, rahmatiga olsin. Oxiratlari obod bo'lsin. Siz azizlarni xonadoningizga, bu farzandlar yaxshi kunlaringizga borsinlar, duo qilamiz. Qor akamizni ortlaridan qolgan zurriyotlardan yana o'zlariga o'xshagan ulug'lar chiqishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Bosilgan qadaminglarga Alloh taolo qiyrat hasanotlarni yozsin. Allohumma solli ala sayyidina va nabiyina va shafi'ina va rasulina va sadiqina va habibina Muhammad bi Ahmad. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Gracias.